Ruhiy tushkunlik bugun kunimizdagi har birimiz bo'libmi biz Uyg'urlar ichida hammamiz degudek bir qatim mubtalo bo'lgan bir xil kasallik. Lekin biz ko'pinchamiz buning bir xil ruhiy kasallik ekanligini bilmay saqib ketgan va yoki hozir qadar uningki dardini tortayotgan bo'lishimiz mumkin. Jamoatchilikni o'zini qochiradigan bo'lib qoladi ruhiy tushkunlik mubtalo bo'lgan. Odam boyaga bag'is kelmaydi, to'yg'un bag'is kelmaydi. Ya'ni boshqalar bilan uchishni xohlamaydi. Ammo bizning bu yerda guvohlik qilish olsun, namoyish qilish olsun, undan boshqa vatan uchun qilgan har bir ishimiz majburiyat. U burch. Yunus alayhisalom la ilaha illa anta subhanak. Sendan boshqa bir iloh yo'q. Sen pak tursan. Inni kuntu minaz zalimin. Men o'zimga zulm qildim deb bu duoni o'qigandan keyin Alloh taolo biz Yunusning duosini ijobat qildik. Uni g'amdan xalos qildik deydi. Markaz nuqtamizni faqat va faqat Alloh qilish lozim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Menimki namazim, ro'zam, qurbonliqim, hayotliqim, mamatim hammasi Alloh uchun. İnson uchun bir şey qilmayman. Biz bugun kunimizda nihoyat ko'p tilga ilinadigan, mayli televizorlarda yoki Facebook sahifalarida psixologlar tarafidan tillanayotgan, lekin ko'pinchimizda ma'lum darajada ta'sirlar ko'rayotgan ruhiy tushkunlik haqida to'xtalib baxsak, bu ruhiy tushkunlik degan vaqtimizda buningki ismidan ham chiqib turdi ekan, ruhiy edi. Undaqda bu ruhiy kasallikmi? Ruhiy tushkunlik degan. Albatta ruhiy tushkunlik ruhiy kasalliklarning bir turi. Shundaqla ruhiy kasalliklar ichidagi eng keng tarqalgan, har bir shaxs o'xshamagan shaklda uning uchraydigan, mubtalo bo'ladigan bir xil kasallik turi bu. Xo'sh. Bu har bir inson uchirganligi sababli xuddi jismoniy kasalliklar ichidagi zukamga o'xshatildi bu. Shunga ba'zilar qalb zukumi va ba'zilar ruh zukumi deganga o'xshagan shaklda ataydi. Masalan, hozir dunyoda 2017-yildagi Dunyo sog'liq tashkilotining e'lon qilgan statistikasida dunyoda ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lgan kishilarning soni 300 milliondan oshib ketgan deyiladi. Ammo Covid'dan keyin, koronavirusdan keyin bu texmi oshib ketgan. Masalan, hammamiz talaga chiqmadik, uyga sulandik. Bu xil ahvollar bizning ruhimizga ta'sir qilgan. Bu sababli buning nisbati texmi ko'tarilib ketgan. Hamda davlatlarda buning nisbati birdan-biriga farqlanadi. Masalan, bizning yashayotgan Turkiyada Covid'dan ilgari 9% deydi. Ya'ni ayollar yana paxtidi bu. Umumiy hisobot vaqtimizda 9% ekan. Ammo ba'zi rasmiy bo'lmagan ba'zi statistikalarni ko'rib qoldim. 20% gacha ko'tarilgan deyiladi. Bu qanchalik rost uqmaymiz, lekin 10% oldi keyin edi. Ya'ni 10 odamning birisi ruhiy tushkunlik kasalligiga mubtalo bo'lganlik. Hamda buni biz nimani ko'ramiz degan vaqtda ruhiy tushkunlik bugun kunimizdagi eng keng tarqalgan bir ruhiy kasallik hamda xuddi zukamga o'xshash. Ammo buningki mubtalo bo'lish darajasi o'xshamaydi. Xuddi zukami ba'zi odamga ig'ir tegsa, ba'zi odamga yenik tegadi. Bu ruhiy tushkunlikmi ba'zimizga ig'ir tegsa, ba'zimizga yenik tegadi. Hamda bu ruhiy tushkunlik masalasi asli psixologlar tomonidan o'tirib qo'yilgan va uningki davolash choralar psixologlar tomonidan ilib beriladi. Hamda biz bu yerda nima uchun buni so'zlab o'tirdik desa, xususan men bu masalada o'zim duch kelib, o'zim izlanib nurg'ulgan bir tajribalarga o'zim ega bo'lgan bo'lg'achqa. Shundaqla Qur'onninki, hadisninki, duoninki bu ruhiy tushkunlikka ma'lum darajada foydali taraflari va munosabatli taraflari bo'lg'achqa biz bu yerda buni paranglashib o'tiribmiz. Shuning sababli hamda biz ruhiy tushkunlik haqidagi bugungi bizning parangimiz bir odamni butunlay ruhiy tushkunlikdan iborat bu kasallikni saqaytib o'talmasmi, lekin ruhiy tushkunlik haqida hali az bo'lmagan tushunchalarga va ba'zi bir amaliy tajribalarga ega qiladi deb o'ylayman. Savolingizning xulosasiga kelsam, ruhiy tushkunlik bugun kunimizdagi har birimiz bo'libmi biz Uyg'urlar ichida hammamiz degudek bir qatim mubtalo bo'lgan bir xil kasallik. Lekin biz ko'pinchamiz buning bir xil ruhiy kasallik ekanligini bilmay saqib ketgan va yoki hozir qadar uningki dardini tortayotgan bo'lishimiz mumkin. Chunki biz Uyg'urlar deyishimizning sababi hozir butun dunyoda keng tarqalgan bo'lishi bilan birga biz Uyg'urlar bu ruhiy tushkunlikdan iborat bu kasalga mubtalo bo'lgan, shundaqla bu kasalni paydo qildigan eng chong sabablarning ichidan biri yashayotimiz biz. To'g'ri. Masalan, eng so'ygan kishilarimizdan ayrildik. Bu ruhiy tushkunlikka mubtalo qilgan eng chong sabablarning birisi eng yaxshi ko'rgan kishilardan ayrilish. Shundaqla bu xil azobning uzun usuzlishi. Masalan, vatan masalasi bak uzun usuzlab ketdi. 5 yil, 6 yil, hatto 10 yil o'g'illarimiz va biz oilamizdan faqat ko'rishib boqmagan. Bu xil omillar bizni ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Shunga Uyg'urlarningki ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lishi haqli. Shunga o'zini tuvan ko'rib ketmasin bo'ldi. Men ruhiy tushkunlik, ruhiy kasal bo'lib qopdimi deb. Bu haqda har bir odam haq beradi bizga. Uyg'urlar uchirgan zulm, uchirgan besim, vatandan ayrilgan suyumli kishilarimiz, shundaqla bu chet el hayotida har birimizning uchirgan qiyinchiliklar, turmush besimlari bu masalalar tufayli hali ham biz
İmanımız tüpeyli musulmon bo'lganligimiz uchun Xo'sh. sarang bo'lib qolmoqlik biz. Ruhiy tushkunlik bilan to'xtaganligimiz, ya'ni bizda ruhiy jihatda shu imoniy tarafdan bizga nurg'ulg'an foydasi bo'lganligini ko'rsatadi. Masalan, nurg'ulımızning oilasi vatanda qilg'iliq shunday gapni anglab, yana bizda tirik tutayotgan bir narsa bor. U bo'lsa iymon. Bu bisimlar ostida bizningki ruhiy tushkunlik mubtalo bo'lishimiz nihoyat tabiiy. Ammo biz ruhiy tushkunlik mubtalo bo'ldik, bu bir tabiiy ahvol ekan, bizning bunga haqqimiz bor ekan deb bunda yashab kelsak bo'lmaydi. Chunki biz yana o'rnimizda turishimiz kerak. Xalq uchun qilmasak bo'lmaydigan majburiyatlarimiz bor. Ado qilmasak bo'lmaydigan burchlarimiz bor. Biz ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib tugishib ketsak, bu bizning dushmanniki Xitoyning orzu qilgandek ish bo'ladi. Shuning uchun biz Uyg'urlar ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'laqliq. Ko'pinchimiz, balki hammamiz degudek yenik yoki ig'ir o'xshamagan shaklda ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'laqliq. Buni bir qabul qilib, bu haqda izlanib, endi bu ruhiy tushkunlikdan qanday qilib qutulamiz, qaysi xil usullar bilan qutulamiz, qaysi xil ishlardan yiroq turish orqali ruhiy tushkunlikka tushib qolishdan saqlanamiz. Bu haqda tushunchaga ega bo'lish va hammamiz uchun bugungi kunimizdagi eng muhim ishlarning birisi deb o'ylayman. Chunki bu ruhiy tushkunlikning zeyni faqat unda xomushlik yoki ish xo'shaqmaslikdan bo'lmasdan bizning imonimizga ta'sir ko'rsatadi. Ruhiy tushkun bo'lib ketgandan pasqilishib ketadi. Namoz xo'shaqmaydi, Qur'on o'qish xo'shaqmaydi masalan. Amal ibodat bu narsalardanmi ziyon tortadigan gap. Demak, ruhiy tushkunlik unda bizningki shu dunyodagi boshqalar bilan bo'lgan munosabatimiz, oila bilan bo'lgan munosabatimiz buning bilan ta'sir ko'rsatmaydi. Bu xizmat, amal ibodat bizning oxiratimizga ta'sir ko'rsatadi. Bu sababdan ruhiy tushkunlik bugungi kunimizda so'zlashga tegishli. Shunday ruhiy tushkunlikdan qutulish yo'llari bugungi kunimizda biz Uyg'ur jamiyatimizga so'rashga tegishli eng muhim temalarning birisi. Tushkunlik degan nima? Buni qanday ta'bir beramiz? Hamda biz insonda ruh va shundaqla bu ruhningki bir xil normal holati bor. Xo'sh. Normal holatimizda biz xushal bo'ladigan ishlarni ko'rsak xushal bo'lamiz. Qayg'uradigan ishlarga uchrasak qayg'uramiz. Bu normal holat. Ammo bizningki qayg'uradigan ishlarga uchradik. Qayg'urdik, ammo bu qayg'urishninki, bu g'amninki tugumasligi, uzun suzlab ketishi bu normal holat emas. Ota-onamizdan ayrildik deylik, qayg'uramiz, noy tabiiy ahvol. Ammo bu qayg'urish 1 yil, 2 yil, 3 yil suzalsa, bu normal ahvol emas endi. Undan boshqa, masalan, ba'zi chaqda herib qoldik, ish xo'shaqmadi. 1-2 kun yoki 1 hafta normal, ammo uzun mezgil, sababsiz holda bu xil holatda tushkunlashib ketish bu normal ahvol emas. Demak, insonniki normal ruhiy holati bor. Shundaqla normal bo'lmagan, sabablik va yoki sababsiz. Sabablik deganimiz, sabablik normal bo'lmagani bir sabab bo'ldi bizning ruhimizning tushib ketishiga. Ammo bu normaldan eshib ketdi ruhimizning tushib ketishi. Uzun g'usuz oldi. O'zimizni o'ngishyanmadik. Bu benormal. Va shundaqla sababsiz holda bir xil g'amkin bo'lib qoldik. Ish xo'shaqmaydigan bo'lib qoldik. Bu benormal ahvol. Demak, insonninki normal ruhiy holatininki tushib ketishi va yoki insonniki his tuyg'usidagi bir xil tusalg'u va shundaqla mush tusalg'uninki bizning ish harakatimizga ta'sir qilib, bizda bir xil xomushlikni keltirib chiqarishi bu ruhiy tushkunlik deb ataladi endi. Ya'ni ruhiy tushkunlik xulos qilgan vaqtimizda bizningki his tuyg'umizdagi bir xil tusalg'u va shundaqla bu tusalg'u bo'plaq qolmasdan bizning ish harakatimizga ta'sir ko'rsatadi. Ish xo'shaqmaydi masalan. Shunga o'xshagan. Bu ruhiy tushkunlik bir kasal ekan. Bu insonningki his tuyg'ularga ta'sir ko'rsatadigan bir narsa ekan. Undaqda buning alomatlari qanday? Albatta bu bayda o'tgandek bu insonning his tuyg'usida bo'ladi, ammo bizning ish harakatimizda buning ma'lum bir alomati ta'siri bo'ldi endi. Masalan, buning eng chong bir alomati nima desa, ish xo'shaqmaydigan bo'lib qolish, hurun bo'lib qolish. Ya'ni bu uzun suzilgan hurunlik. Deganda qopidi, qopqisi kelmaydi, ish xo'shaqmaydi, ishga borg'isi kelmaydi, maktabga borg'isi kelmaydi. Hattoki burun yaxshi ko'radigan ishini qilg'isi kelmaydi. Burun yaxshi ko'radigan odamlarni uchrashg'isi kelmaydi. Ya'ni buningki birinchi eng chong alomati shu ish xo'shaqmaslik, ya'ni xomushlikqa yaqin holat hamdi. Aslida bu ruhiy tushkunlik degan gap bizning Uyg'ur tilimizda balki shu depressiyonning to'liq ma'nosini ifodalab bermasligi mumkin. Bu xomushlikqa yaqinchi bu. Ya'ni ish xo'shaqmaydigan. Shunda xomush bo'lib qolish. Buning birinchi alomati ish xo'shaqmaslik. Undan boshqa shu ma'nisizlik. Hayot ma'nisiz, qilgan ishi ma'nisiz, bir narsa o'rganishi ma'nisiz. Ya'ni umuman bir xil ma'nisizlik uning hayotini qoplasa bir odamniki, men ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'libman deb qarasa bo'ladi. Undan boshqa shu davomliq izchil holda ko'ngli yerim bo'lish. Bayda o'tdiq-ku, ko'ngli yerim bo'lish va yoki xushal bo'lish, qayg'urish bu inson tabiatidagi bir xil tuyg'u. Ko'ngli yerim bo'ldigan ish olsa ko'ngli yerim bo'lishi kerak. Ko'ngli yerim bo'lmaydigan ish olib qolsa normal bo'lishi kerak. Ammo ruhiy tushkunlik mubtalo bo'lgan odam
Davamlı ko'ngil yerim. Nima uchun ko'ngil yerim? Sebebi yo'q. Va yoki sabab bo'lsa-mu, uzun Suzilib ketgan, to'g'ri. ko'ngil yerim bo'ldimi? Tamam, bir kun ko'ngil yerim bo'lsin, 2 kun ko'ngil yerim bo'lsin. Normal ruhiy holatimizni qayta olishimiz kerak. Biz normal holatimizga qaytanmay bu uzun usulib ketsa, bu bizningki ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lganligimizni ko'rsatadi. Onun boshqa masalan insonningki ishtihas qalaymi qallishish. Bu ruhiy tushkunlikni bir Tomoq yegisi kelmaslik. Ko'p hollarda tomoq yegisi kelmaydi. Ammo az bir qism ahvollarda tomoqni jiq yavatadi. Ya'ni ich pushuq. Bu ich pushuqni tomoq yeyish orqali chiqaradi. Bu vaqt semirib ketadi. Ishtihas qilgan vaqt urqlab ketadi. Shunga o'xshagan. Undan boshqa yana bir cho'ng alomatidan birisi jamoatchilikni o'zini qochiradigan bo'lib qoladi, ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan. Odam boyaga bag'is kelmaydi, to'yg'un bag'is kelmaydi. Ya'ni boshqalar bilan uchishni xohlamaydi. Masalan, ruhiy tushkun odam bir yo'ldan mangmoqchi bo'lsa, u yo'lda tunish bilishlari bo'lib qolsa, ya'ni boshqa yo'ldan mangadi. Ya'ni yolg'izlikqa qarab mangadi. Bu bugungi kunimizda ko'pincha hollarda ko'p kishilarda ko'rinib ekan. Undan boshqa harg'in bo'lib qoladi. O'zi saq, ammo harg'in. Put qo'lda jon yo'q, mag'dursiz. Bu şekilde. Ondan başqa tefekkürümü gallışıp qaladı. Bir narsa o'ylanmaydigan va yoki bir narsa ustida bunday keskin qaro chiqarmaydigan qarasizlik bo'lib qoladi. Ondan başqa masalan bir xil urunsiz endish qapli bo'ladi. Bir xil qo'rqinch bor, bir xil endish bor. Nimadan endish qilasiz, nimadan qo'rqasiz desa, uning sababi yo'q. Ammo bir xil endisha, bir xil jiddiychilik. Ondan başqa ümidsizlik. Ruhiy tushgan odam umidsiz bo'lib qoladi. Kelgusidan umidsiz, qilgan ishidan umidsiz. Ertesinden ümitsiz bu şekilde ruhi texem tushkunlashib mağdı. Ondan başqa ruhi tushkunlashishninki yana bir alameti ruhi tushkunlashib qolgan bir xil sezgirishib qoladi. Azroq ishlarni uning eg'ir keladigan, shundaqla boshqalarning har bir so'ziga, har bir ish harakatiga noit inchik qaraydigan, boshqalarning ish harakatlarini shu saga silib tortadigan mushunda qolib qoladi. Ondan başqa dunyo uning ko'ziga bir xil salbiy ko'rinadi. Hammasi qorong'u. Amaliyotda dunyo hammasi salbiy unda emas, ammo ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lgan vaqtimizda ko'zimizga dunyodagi butun salbiyliklar ko'rinadi. Ijobiy ishlar ko'rinmaydi ko'zimizga. Dunyo bir xil ma'naviy jihatda qorong'u, hamma odam shunday bir xofaliq ichidagidek shunday holatda bo'ladi. Undan boshqa masalan o'zini yarmas, shundaqla o'zini qimmatsiz, qadrsiz his qilib qoladi. Ya'ni o'zini inkor qiladi. Mening bir qimmatim yo'q. Meni ota-onam yaxshi ko'rmaydi agar yashlab olib qolsa. Olib qolsa, ayolim mening qadrimni qilmaydi, hurmatimni qilmaydi deydigan, doim ayolni xafa bo'ladigan, shunday qolib qoladi. Ayollarmi erimni yaxshi ko'rmaydi deydigan, shunday qolib qoladi. Yana bir alomati, eng ko'rinarli alomati hamda erlarningki ruhiy tushkun bo'lgan vaqtda sababsiz ochiq yomon bo'lib qoladi. Mijozi chus, oddiy ishlarni ochiqlaydigan masalan, mushkul shaklda bo'lib qoladi. Ayollar cho'disi dal aksicha yig'lan bo'lib qoladi. To'xtama yig'laydigan. Ruhiy tushkunlik ayollarda ko'proq bo'ldi bu. Bo'libmi shu tug'ib to'qqandan keyingi 1-2 haftasida ko'proq bo'ldi ekan bu. 2019-yildagi statistikada erlarda 9%, Turkiyada ayollarda 13% ekan bu. Ruhiy tushkunlik. Ruhiy tushkunlik. Bu ayol kishi ruhiy tushkun bo'lib qolgan vaqtda yig'lan bo'lib qoladi. To'xtama yig'lig'i siqlam kiradigan. Mushkul holatda bo'lib qoladi. Ammo yuqorida biz so'zlab o'tganimiz hamda ko'p hollardagi, ya'ni ko'rinarli alomatlari. Musulmon kishi deganda nihoyatda iymoni uni kuchlantiradigan, nihoyatda ruhiy besimini o'zi kontrol qila oladigan deb nim qilamiz albatta. Ruhiy tushkunlik deb. Undaqda musulmonmi ruhiy tushkunlik kasaliga mubtalo bo'lib qolamdi? Yuqorida deb o'tmabdimi? Ruhiy tushkunlikninki yana bir sabablaridan birisi genetik bo'ldi ekan bu. Irsiyat sababli bo'ldi ekan bu. Atadan baloq qoldigan. Atadan baloq qoldigan bunda taraflardan bo'ldi ekan buni. Bu noktalarga ve başka noktalarga qaragan vaqtimizda ruhiy tushkunlik va undan boshqa qanday bir ruhiy kasal musulmon kafir aramaydi. Ammo musulmonning immunitet kuchi sal yuqori bo'lamdi, yuqori bo'ladi. Shundaqla musulmon u ruhiy kasalliklarga qarata uningdan chiqishi duoga tayinib, Qur'onga tayinib, zikrlarga tayinib osonroq bo'lsa albatta oson bo'ladi. Buning ajoyib foydasi bor. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bu xil tushkunlikdan qutulish uchun biz ko'rsatgan yo'llari bor masalan. Shundaqla iymonmi insonning ruhiyatidagi bo'shliqni to'ldirganligi bu bir haqiqat. Lekin musulmon ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lmaydi degan gap, musulmon zukam bo'lmaydi deganga o'xshash bir gap. Musulmon zukam bo'ladi-ku? Bo'ladi. To'g'ri. Dal shunga o'xshash musulmon ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Bu inson bir iymon degan, islom degan insonga bir ismatlikni, ya'ni hech qanday bir kasallikka mubtalo bo'lmaslikni iborat bu narsani bermaydi. Masalan, musulmon gunoh qilmamdi, gunoh qiladi. Musulmonning beshog'imamdi, og'riydi. Shunga o'xshagan. Musulmonmi ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Chunki biz yuqorida o'tganimizdek ruhiy tushkunlik ruhiy kasalliklarning bir turi. Xuddi jismoniy kasal orqali Alloh taolo imtihon qilgandek,
Bu ruhiy kasal orqali insonni Alloh taolo imtihon qiladi. Amaliyotda bu jismoniy kasaldan ig'ir xatarlik bir ruhiy kasallik. Nima desa jismoniy kasallikda bir yerimiz og'ridi, doktorga berib ko'rinimiz, uningga dori olamiz. Inshaalloh saqaymiz. Saqaymiz. Ama ruhiy kasalliklarda ko'p holda biz uning bir ruhiy kasallik ekanligini bilmaymiz. Shundaqla qanday qilishni biz bilmaymiz. Buningga diagnoz qo'yish texi tez. Demek ruhiy kasallikmi Alloh taolo insonni imtihon qiladigan bir kasalliklarning bir turi. Musulmonmi ruhiy kasal bo'ladi. Ammo musulmon o'zining iymonini kuchlantirish, duoga tayinish, zikr tasbihlarga tayinish orqali bu ruhiy tushkunlik va undan boshqa qanday bir ruhiy kasalliklardan qutulishi oson bo'ladi. Bu xil omillar ruhiy tushkunlikni saqlab qolish va yoki qutulishga tamamen yordamchi bo'lishda bundan shak yo'q. Doktor insonninki ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qolishining sabablari qaysilar masalan? Hamda ruhiy tushkunlik mubtalo bo'lishining sabablari biz baytamda dedik masalan. Xo'sh. Ruhiy tushkunlikning sabablarining ichidan birisi shu irsiyat sababli bo'ladi. Mhm. Bu bir hamma odamda bo'ladigan sabab emas, ammo ba'zi insonlarda otasi yoki onasining ruhiy tushkunlikmi irsiyat sababli qoldi ekan, genetik shakldan bo'ldi ekan. Ammo biz Uyg'urlarga nisbatan ruhiy tushkunlik nima sababdan bo'lmaydi desak, aniq deya olamizki, To'g'ri. biz Uyg'urlarningki ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lishining eng chong sababi nimaiki zulm. Bizningki shu tuqqanlarimizdan, yaxshi ko'rgan yurtimizdan, ota-onamizdan, ayol bola-chaqalarimizdan ayrilib ketishimiz bu bizni ruhiy tushkunlikka mubtalo qilgan eng chong sabablarning birisi. Shundaqla bu ahvolning uzunga suzilishi. Mesela Xo'sh. 3 yıl, 4 yıl, 10 yıl suzuldu da hozir. To'g'ri. Yaxshilanish bo'lmadi. Bu ahvollar insonning ruhiga ig'ir kelishini tabiiy. Shunga biz Uyg'urlarning ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lishining eng chong bir sabablaridan birisi shu. Biz navbat uchrayotgan zulmlar, shundaqla yaxshi ko'rgan kishilardan ayrilishimiz. Chunki bizning bu xil zulmga uchrashimiz, vaziyatning bu xil shaklda uzunga suzilishi bizni hozirimizni norozi qilyapti masalan. Hozir ahvolimizni hammamiz rozi emas. O'zimizning bolalarimizning ahvolidan rozi emas masalan. Ondan kelgusimizga qarata hammamiz qorong'u andisha bor. Bu sabablar bizningki ruhimizning tushkun bo'lishiga sabab bo'laqliq. Ikkinchisi hamda shu mayli shaxs olsun va yoki kollektiv shaklda olsun bizningki boshqalardan bir narsani ortiq kutib olishimiz. Bu bizni ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Xususan masalan erlarning ayolning ko'p narsani kutib olishi. Ayolning erning ko'p narsalarni kutib olishi. Shundaqla biz kollektiv shaklda Uyg'ur millatiningki boshqa bir millatning bir narsani kutib olishimiz bu bizni kollektiv shaklda ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Bu bizni aytib ko'p deb o'ylayman men. Masalan biz vatandagi vaqtimizda chet elga chiqsak, aytib bir chet elda boshqalar biz gardam qildigandek tuyg'u botdi. Hatto chet eldan chiqqandan keyin masalan shu da'vo sepatidagilar qaraydigan bo'lsak, hammamiz bir xil qaqshashni ko'ramiz, ba'zilardan tushkunlikni ko'ramiz, umidsizlikni ko'ramiz. Sabab nima desa, ko'p hollarda biz boshqalardan bek kutuglik. Ba'zilar Amerikadan kutuglik, ular inson huquqi deydi, demokratiya deydi deb. Ba'zilar islom davlatlaridan, islom ellaridan kutuglik. Hech qaysi tarafdan bir yetarli ovoz chiqmagandan keyin qaydash psixikasida bu bizni ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Shaxs sifatida boya degandek, masalan bir bola dadasidan bek chiq narsa kutib olsa, mening dadam bo'lgandan keyin menga mashina olib berish kerak, uy olib berish kerak, meni ishimni qilib berish kerak deb bu narsani kutib olsa, ondan keyin bu kutgan narsasi amalga oshmasa, darhol ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Hatto ba'zi bolalarmi ota-onasi vatanda qolgan bo'lsa, ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Nima desa, agar ota-onam bo'lgan bo'lsa, unda qilib beradi degan bir xil kutishlar. Mayli er olsun, mayli bolalar olsun, biz hammamiz ma dunyoga bir mustaqil inson. Bir dadaninki chuqum imkoniyati bo'lmagan taqdirda hammani qilib berishi shart vazifasi emas. Shunga mayli shaxs shaklda olsun, mayli kollektiv shaklda olsun, biz shu o'zimizga tayinish, boshqalarning kutishini ozlatishimiz kerak. Bu eng chong sabablarning birisi. Undan boshqa masalan shu bugungi kunimizda keng tarqalgan shu ijtimoiy aloqa vositalaridagi boshqalarning turmushini ko'p ko'rish, ularning turmushiga qiziqish bizni tushkunlikka mubtalo qiladigan ishlarning birisi. Eng ko'p desak bo'ldi. Bu vaqtda ilmiy tadqiqotlar ko'pkan. Boshqalarning isil yegan, isil ichgan, isil kiygan, isil haydagan, isil o'yini ko'ravergandan keyin biz o'zimizning turmushiga shunda qaytgandan keyin u mavhum dunyodan chiqib, o'zimizning uy undan o'ch emas, o'zimizning kiygan kiyim undan o'ch emas, yemeklarimiz undan emas. Bu bizni hozirgi holatimizni qattiq norozi qildi bu. İçimizde bir xil isyan paydo qiladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bu vaqtdagi hadisini aytdi bir hikmatlikda. Sizlarning biringlar uyinglarda tamoq atgan bo'lsa, at bir narsa qo'rg'an bo'lsa, chumchuning ovozini qo'shnisi anglagudek munda tarqanishtirmasin deglik Rasululloh hadisida. Agar anglatgan bo'lsa, bir qach sunsun deglik. Demak, bu boshqalarningki farqli turmushmi insonning kayfiyatiga ta'sir etadi. Undan boshqa masalan insonni yana tushkunlikka mubtalo qilgan birisi shu hissiyat markazli yashagan vaqtimizda bu bizni tushkunlikka mubtalo qilib qo'ydi. Masalan,
Her bir işinki onun hissiyati tarafını, yani aklani tarafını emas, hissiyati tarafını jiq o'ylab olamizda biz hissiyat markaziga chiqqan vaqtimizda. Ondan keyin biz mushu xiyolimiz ko'p holda mushu nimaga uchraydida? Zarbaga uchraydi. Bu sababli tushkunlikni qila olamiz. Hissiyat markaziga yashagan qanday bo'ldi desa, masalan, sizlar menga telefon qilgan bo'lsanglar, va yoki siz telefon qilib bir yerga borib kelaylik degan bo'lsanglar, men o'zim aytgan bo'lsam, sizlar hissiyat markaziga yashagan odam qoplaydi mendan. Bir qatim gapimga unamadi. Va yoki telefon qilsam telefonni olmadi, ya'ni cho'ngchilik qildi yoki meni yaratmadi, meni ko'zga ilmadi, menga ahamiyat bermadi deganga o'xshagan. Amaliyotda aqliy tarafdan o'ylasak-chi, ish bo'lishi mumkin. Namoz o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Nurg'unlagan aqliy tarafdan o'ylag'uli bo'lgan taraflari bor. Ammo hissiyat markazidagi odam uning butunlay hissiyat tarafini o'ylaydi. Bu ahvol ayollar o'rtasida ko'p bo'ladi. Ayollar bo'lib erlarning ko'proq hissiyat markazida yashaydi ayollar. Shunga erlarning ko'p ishlarini, masalan, meni bir qatim yaxshi ko'raman demadi, masalan. Menga ahamiyat bermaydi, meni yaxshi ko'rmaydiga o'xshaydi, masalan. Uyga kirsa telefon qarab oladi. Her bir işin hissiyat merkezlik öyleydi. Hem işte beni yaxşı görmeydi o degen bu neticeni aldı kalısında. Çünkü yani turmuşun soydu, ruhi düşkünlük mutlaka oldu. Şu an şu hayat yönüşümüz belki hayat prensipimizin azıcık özgeriş ebiriş gerek. Her bir nesne hissiyati şekilde kemiz, aklani şekilde oylaşqa, aklani şekilde yaşaşqa tirişimi ruhi düşkünlükünü saklaydigan mühim amillarning birisi. Ondan başqa şu qilgan işlerimizden netice merkezlik yaşaş veya ki neticeni merkez qilib olib qilishmi bizni asal ruhi düşkünlük mutlaq qiladi. Mesela deyli bir o'quvchi olsa, o o'quvchininki o'qishdan iborat bu ishdan kelib chiqadigan natijaga markazlashib olsa, ya'ni o'qib bir yaxshi bir xizmatga erishmoqchi o'quvchi. Mushunga markazlashib olsa, bu bola o'qib chiqdi deyli, o'qib chiqqandan keyin o'zi maqsad qilgan bir xizmatga erishamasa, bu bola darhol ruhi düşkünlük mutlaq bo'ladi. Bunun başka her kanda iş şunda. Yani bir iş kılıdı, şu işten bir neticesi var ama şu işinki neticesi lan merkezi şu olsa. Mesela neyle biz hazır kişilerin İslam'a çağırıvatımız, ahlaki, imani, itikadi cihette kişilerin texen bağ dinde müstehkem turusken. Maçet eldeki dinsizlik şavkalarının özümüzle, evlatlarımızı saklasakken de tirişivatımız mesela. 5-6 yıl oldu. Netice ava. Ama bu işin ceryanı şu, Allah yolda hizmet kılış bunun ceryanı. Biz diqqatimizni, merkezimizni bu iş Allah yolunda bir hizmet ikilikki merkezleştirişimiz gerek. Anı közleyimiz, lekin merkezini okumayımız. Eğer biz merkezde anı kılıp alsak, 4-5 yıl kıldık, qarasak cemiyette ahlaksız ballar yeni yürüydü. Kişiler hiçbir itikadi cihati yaxşılangandek, emestek bir küründü közümüzge qanda qılımız. Ruhimiz şükürlük mutlaka buldu. Bu işine kılgandan paydası yok ki. Hiç. Net 100 video çıkarıptımız, ders işleptimiz. Yaş ballarının hemmesini bir tüzüp ketkendi kömüdü. Yaki kürlüşüne ait az. Az yaki mesela kürlüşüne ait az dep. Bununla qarab qalgan hamaldan biz ruhi şükürlük mutlaka bulamiz, qılğa işimizni to'xtab qolamiz. İnsan mushundalik qılğa işida neticege belki merkezleşip oladigan bir tabiati bo'lg'achqa, Alloh taolo payg'ambarimizmi bundan nihoyat ko'p ogohlantiruvliq masalan. İnnema ente nezir. Sen fakat agahlandırıcı Muhammed deydi. Yani netice bizden üstümüzge deydi Allah Teala. Ve aleynel hisab. Hisab netice bizden üstümüzge. Sen fakat agahlandırırsan kişilerge cennet dozaqını tunuşturursan lan bol deydi Allah Teala. Çünkü kişiler ima etqili unumasa, bu yerda bir neticege biz merkezleşip alsak, ruh düşkünlük mutlaka bo'lgan gap. Bu davada qilmasunmaydi payg'ambarimiz Muhammed alayhisalom. Mesela Yunus alayhisalomning vaqalari qaraydigan bo'lsak, buni texnik ko'ramiz mesela. Yunus alayhisalom kishilarni islomga da'vat qildi, islomga chaqirdi. Yunus alayhisalom dal shu natijaga qaradida kişiler qanday qilmadi, gapiga unimadi, anglamadı, iymoniga kelmadi. Kelmagandan keyin ularni tashlab chiqib ketdi. Keyin ba'zi bir vaqalik bilan dengizga tashlandi, kitning ichiga qanday qildi? Kirib ketdi. Bu vaqalikni biz ilgirki darsimizda so'zladik masalan. Mushunda qiliqi inson natija markazli ish qilgan vaqtda birinchidan qilgan ishi to'xtab qoladi, ikkinchidan ruhi tushkun bo'lib qoldi. Masalan, shu da'vo desakmi bugungi kunimizda hammadan biladigan da'vodan bo'lgan maqsad nima? Shunga bizning vatanimizni ozod qilish. Kichikroq natija qilganlar bo'lsa va yoki boshqacharoq natijani maqsad qilganlar bo'lsa, navbatdagi zulmni ozroq bo'lsin pasaytish deymiz masalan. Ammo bizning bu yerda guvohlik berish olsun, namoyish qilish olsun, undan boshqa vatan uchun qilgan har bir ishimiz bu majburiyat, u burch. To'g'ri. Biz mushu uning bir burch ekanligiga, majburiyat ekanligiga markazlashishimiz kerak. Natijaga markazlashib olsak, ruhimiz tushkun bo'lib qoladi. Masalan, da'vo qilayotganlar paranglashib baqsak, ko'pinchisining bir az ruhi tushkunligini ko'ramiz. Shundaqla orliqda nurg'un yoshlarning chiqib yo'qolib ketganligini ko'ramiz masalan. O çıktı, bu çıktı. Hazır kalsak hiç qayısı yok. Demişqa, aşı yaşlarımı, aşı ballarımı beşte neticege merkezleşilikte, muş işini bir qılğança, muş namayışını bir qılğança, muş ayadını da manğança, zaten yoki azat qilib o'tamiz, yoki tuqqanlarimizni turbidan chiqamiz, va yoki zulmni pasaytimizda bu netijegalar merkezleşilik. Bunda merkezleşib olgandan keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil qilib boqqandan keyin, natija chiqmagandan keyin
Ümitsizlikka, ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lgan gap. Shundaqla qilayotgan ishidan to'xtaydi. Shunga mayli da'vo bo'lsin, mayli o'rganish bo'lsin, da'vo bir majburiyat. O'qish o bir majburiyat. O xizmat tepish keyingi masala. Uning uchun jinimizni boqish keyingi masala. Bu jinimizni boqamiz albatta uning uchun. Ammo jinimizni boqmagan taqdirda biz o'qishimiz kerak, ilm egallashimiz kerak. Ilm egallashning o'zi bir insoniy burch u. Biz jarayonga markazlashimiz kerak. Shunga o'xshagan masalan biz da'vat qilyapmiz, kishilarga islomni chaqiryapmiz. Nurg'un kishilar axloqiy jihatda, iymuniy jihatda, ibodat jihatda nurg'un foydalan olyapti. Ammo biz ruhiy tushkun bo'lgan vaqtimizda masalan salbiyliklar qarab olamiz. Kishilar axloqsiz bolalar qarab olamiz. Da'vatni anglamagan, hatto bizni haqorat qilgan kishilar qarab olamiz. Unda qarab lekenda ruhiy tushkunlik mutlo olamiz. Yo'q. Bizni tillasin, haqorat qilsin, bizning majburiyatimiz bu da'vat qilish. Kishilar o'zgarsin, o'zgarmasin, da'vat qilish bizning majburiyatimiz. Bu mush ishning o'ziga markazlashimiz kerak biz. Bunda menga vaqtimiz ham uzun mang'alaymiz, ham ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lishdan saqlana olamiz endi. Undan boshqa masalan ruhiy tushkunlik mutlaqilga ishlarni bilsam, shu bek mukammal paras bo'lib olishmi inson asallar ruhiy tushkunlik mutlaq qildi. Ya'ni har ishni voqea yetkazib qilsam bo'ladi. Ash yurib bilsam bo'lmoq men qilmayman desa, bunda odam ko'p holda bir ish qila olmaydi. Shundaqla asallar shu o'zi umid qilgan shaklda ish qilmagan bo'lg'achqa ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qolgan gap endi. Buning yana bir sababi qanday desa, inson mukammal paras bo'lsa, ishni o'zi mukammal qilmaydi inson bir qitimdalam. Tadrijiy taraqqiy qilib mukammal ish qilmagan gap. Bu odam ko'p hollarda o'zini gunohkorlik tuyg'usi bilan o'zini Türkçe suçlayımız deyildi o mesela surakka tatıdı özünü. Özünü yaramsız qiladi. Aşağıda yana nima boshlanadi? Ruhiy tushkunlik boshlanadi. Undan boshqa mesela endi moddiy jihatda aytsak, biroz materializmcha paranlashib baqlaq mesela. Amaliyotda buniki ilmiy jihatda o'rni bor. Insondagi shu xushallik hormoni tuallab ketsa, serotonin deydigan shu xushallik hormoni tuallab ketsa, inson ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qolgan gapkan. Bu vaqtda nurg'unlagan dorilar tavsiya qilinadi ekan. Albatta bu masalalarni kasbiy ruhiy kasalliklar doktori bilan ko'rishib, ularning maslahatlarini qilish kerak. Undan boshqa biz bayda o'tib mesela yaxshi ko'rgan kishilardan tuyuqsiz ayrilish, onasidan, ayoldan yoki bolasidan deganga o'xshagan bu insonga ig'ir keladi bu. Undan boshqa shu uvalchilikqa uchrashma insonni ruhiy tushkunlikka mubtalo qiladi. Uvalchilikqa, nohaqchilikqa uchrash, tuhmat qilish masalan. Bu insonga ig'ir keladigan shundaqla ruhiy tushkunlikka mubtalo qilgan ishlarning birisi. Yuqorida ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qilishning sabablarini bayon qilgan bo'ldingiz. Undaqda oxirida ruhiy tushkunlikdan qanday qilganda qutula olamiz yoki buningki dorilar qaysi? Hamda ruhiy tushkunlik bir kasallik dedik. Kasallikning yeniki va ig'risi bor. Xo'sh. Masalan, ruhiy tushkunlikni biz qalb zukumi dedik-ku. Dal shunga o'xshash bu qalb zukumi, ruh zukumi bo'lgan ruhiy tushkunlikning yeniki va ig'risi bor. Buning yeniki ish qo'shaqmaslik, jamoatchilikni o'zini qochirish, bu xil alomatlar bilan boshlangan bo'lsa, uning ig'risi hayotni butunlay zirkish, hatto o'zini o'ldirib xohishigacha elib boradi. Ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan odam o'zimni o'ldirib olsam deydigan mushundoq xiyollarga keladi. Agar mush xiyollarga kelgan bo'lsa, hayotni butunlay zirkib, o'zini o'ldirish xohishiga kelgan bo'lsa, bunda odam ikkilanmay darhol psixik doktorga ko'rinishi lozim, jiddiy shaklda. Chunki mushu o'zini o'ldirib olganlarning 15% ruhiy tushkunlik mubtalo bo'lganlar ekan dunyoda. Agar shuni ig'ilib menga bersa, o'zini o'ldirib oladigan holatga kelib chiqishi mumkin. Ammo yenik bo'lsa, masalan, ya'ni biz yuqorida o'tgan ba'zi bir alomatlar bor. Yengil, ammo o'zining qutulg'usi ham shunday alomatlarni o'zi his qilgan bo'lsa, men bu vaqtda o'zimning tajribasini o'rtoqlashaman. Nimishqa desa, o'zimmi ilgari shunday bir bosqichni besimdan o'tkazgan va shundaqlar bu vaqtda izlanib, bu zodi nima ish, men ilgari shunday bir tirishchan odamdim, o'zim falan ishni yaxshi ko'rardim, hozir u ish qo'shaqmaydigan bo'lib qoldi deb o'zim izlangan bu masalada. Maşallah. İzlanish orqali buning bir ruhiy kasallik ekanligini his qildim. Andan keyin buning qutulish yo'llarini haqida izlandim, nurg'un material ko'rgan bo'ldik va bu orqali tadrijiy holda alhamdulillah men qutulgan. Xo'sh. Shunga men bu vaqtda o'zimning shaxsiy tajribasini o'rtoqlashaman. Birinchi qilib biz mana yuqorida o'tdik, bir musulmon ruhiy kasal bo'lamdi degan savolga ruhiy kasal bo'ladi dedik. Ammo bir musulmon ruhiy tushkunlikdan osonlik qutula oladi. Xo'sh. Chunki uningga yordamchi bo'ladigan bir qancha omillar bor. Buning birinchisi nima desam, shu duo. Nihoyatda muhim o'rinda turadi duo. Xo'sh. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özümü şu ruhi tushkunlikdan panoh tilaydigan duolarni qilgan Rasululloh. Mesela Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, men senden g'amdan panohlik tilayman dedi. G'am degan ruhiy tushkunlikning bir alomati, uzun so'zlangan g'am. Wal hazan, qayg'u. Qayg'u ruhiy tushkunlikning bir alomati. Undan boshqa minal ajz deb ojizlik. Ojizlik degani ish qo'shaqmaslik. Ojizlik, kuchsizlik, mag'dursizlik. Rasululloh buni panoh tilagan. Vel kesel, hurulluq. Bu ruhiy tushkunlikka
Alameti. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam del ruhi çükürlükten panalık dilegen. Bu dualarını okuşumuz gerek. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen. Ey Allah, ben senden gemden ve kaygıdan panalık dileymen. Allahümme inni a'udhu bike minel azzi vel kesel. Ey Allah, ben senden acizlikten, vurulluktan panalık dileymen degan bu dualarını kılış gerek. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kılgan duası. Ve şundakla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şunda gam besivaq adamga, yani ruhi çükürlükning bir alameti olan gam besivaq adamga üretken bir duası var. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ebu Sa'id al-Hudri radıyallahu anhu'dan naql qilgan hadisda bir kuni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mescid kirdi. Mescid kirgan vaqtda bir Ansari sahabe, yani Abu Umama deydigan bir Ansari sahabeniki mescidde namazdan başqa bir vaqtda o'ltirganligini ko'rdi. G'amkin holatda. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam odamdan qashiq berib, nima bo'lganligini so'radi. So'rgandan keyin sahabe dediki, ey Rasululloh, homom lazamatni meni g'am besib oldi dedi. G'am besib oldi dedi. Va shundaqla va duyun dedi. Meni qarzlarim bor dedi. Birisi ma'naviy, yana birisi moddiy. Shundaqla birisini ta'sir ko'rsatishi mumkin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu odam qarata, ala uallimuka kalaman idza anta qultahu azhaballohu azza va jalla hammak dedi. Ben sana bir söz öğütüp koyay, bir dua öğütüp koyay. Eğer onu desen Allah da sana ki gemini ketkizip ötedi dedi. Yani ruhi çükürlükün bir alameti var. Gem seni kutuldurup koydu dedi. Ve şundakla ve qada deylek. Senin qarzını ada qılışqa yerden bir bir duanı öğütüp koyay dedi. Bu duanı benim tavsiyelerim her bir Müslüman her öğütün çıqa vaqtı etegen keşte okuş adat qilish lazım. O qaysi degende Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İza asbahta ve iza amsayta. Etdegende ve keşte şunu degin. Allahümme inni ya'udu bike minel hemmi vel hazen. Ey Allah, sendin, gamdin ve kaygıdan panah tileymen. Yani sen bilen, senin yardımın arkalık bu gamdin ve kaygıdan panahlık tileymen. Acizlikten ve huruluktan panahlık tileymen. Ve a'udu bike minel cubni vel buhli. Ve korkunçaklıktan ve bekhilikten panahlık tileymen. Ve a'udu bike min galebeti deyn. Ve qarzdalıktan panahlık tileymen. Muşu duanı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şükürlük, yani şükürlükün bir alameti bo'lgan g'amga patqa odamga o'gitib qo'ygan. Bu duanın mazmunini qarasak ham bu dal şükürlükning duosi, ruhiy şükürlükning duosi bu. Xo'sh, qarab baqing, dal alameti shu. Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi, ojizlik. Ruhiy şükür adam ana shunday ojiz bo'lib qoladi. Ya'ni ojiz deganligimiz ma'naviy jihatda ojiz. Bir ish qilg'usi va qilinmaydi. Shundaqla o'rin bo'lib qoladi. Ish xo'shaqmaydi. Val kasal. Ham g'am, hazin, kaygı hemmesi ruh şükrünün alameti bu. Demek bu duanı köp okuşu lazım. Ettigen keşte okuşu lazım. Bunun da başka Yunus Aleyhisselam'ın duası. Yunus Aleyhisselam biz yukarıda ötkenimizdek kişilerini İslam'a davet kıldı. Kişiler onun davetiga çaqırıq avaz qo'shmagandan keyin xalqini tashlab chiqib ketdi. Ma'lum yuqorida biz boshqa bir darslar so'zlab o'tgandek bir jayalloh bilan dengizga tashlandi, kit yutib oldi. Kit yutib olgan vaqtda Yunus Aleyhisselamni biz shu tarixiy voqealiklarga Qur'ondagi oyatlar qaragan vaqtimizda del ruhiy tushkunlikning alomati Yunus Aleyhisselamni bila oldik. Chunki inson ruhi bor. Bugun kunimizda ham bo'lgan bir yangi ish emas ruhiy tushkunlik degan. Yunus Aleyhisselam la ilaha illa anta subhanak. Senden başqa bir iloh yo'q. Sen pak dursan. Inni kuntu minaz zalimin. Men o'zimga zulm qildim deb bu duani o'qigandan keyin Alloh taolo biz Yunusning duosini ijobat qildik. Uni g'amdan xalos qildik deydi. Ya'ni g'amdan xalos qildik. Ruhiy tushkunlikning bir alomati. Demek bu duamı ruhiy tushkun kishilar o'qiydigan eng muhim dualarning birisi. Onun başka zikir, tesbihlarni ko'p aytish kerak. Biz Allohni ko'p eslagan vaqtimizda Allah bizni saqlaydi. Har xil narsalardan ruhiy tushkunlik deymiz masalan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İbn Abbas radhiyallohu anhu o'rgatganda nima degan? Ihfazillohi yahfaz. Allohni sen muhofazat qil. Allohni ko'p esla, Allah seni qanday qiladi? Saqlaydi. Onun başka mı şu? Meyle biz o'qayli, xizmat qilayli, da'vo qilayli, pul topayli, ya'ni nima ish qilayli, qilgan ishimizning natijasi shundaqla şu işlarda ahiretni merkez qilib yashasak, qilgan har bir ishimizda Alloh ajr beradi, oxiratda uning mukofotini ko'rman degan bu xil ideyani texmi cho'nqur, texmi shunga markazlashsak, biz ruhiy tushkunlikdan osonlik qutula olamiz. Ko'p hollarda bizning bu ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lishimizning sababi nima desa, boshqalar tarafidan bir xil uvolchilikqa uchrash, qilgan ishimizning taqdirlanmasligi, hatto haqorat qilinishi, hatto e'tiborsizlashtirishi mushlam insonga sabab bo'ldi shu. Biz oxirat markaziga yashagan vaqtimizda men qilayotgan ishimni Allah'ın dep kıldığımı, onun mukaffatını ahiret görümengo degen bu xil tuyg'u kelsak, biz bundan qutulalaymiz. Şuna ahiret merkezlik yaşaş. Şundaqla ahiret merkezlik yaşagan vaqtimizda bizde ihlas oladi. Qilgan ishni har birini faqat Alloh uchun qilamiz. Bunda bo'lgan ekan boshqalarning bizni haqorat qilishi, tilishi va yoki bizni hurmatlamasligi va yoki qadrlamasligi ko'p hollarda bizga ta'sirga ushmaydi. İhlasimiz qancha kuchli bo'lsa. Shunga biz ihlasni
pokizlasak, ixlosimizni kuchaytirsak, biz qilgan ishimizda oxirat markazlik qilishga tirishsak, bu intayin muhim. Buni men o'zim amaliy ko'rgan ishlarning birisi. Ya'ni mushu millat uchun xizmat qilayotganlar asonlam ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qoladi. Nimishqa xalq bizning ko'p hollarda xalqimiz millat uchun xizmat qilganlarni men o'ylayman yetarli qo'llamaydi. Qo'llamagandan keyin asal ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qoldi. Ya biz Alloh uchun qildik. Xalq qo'llasin, qilaveramiz buni. Hatto tillasini qilaveramiz. Chunki biz uni kim uchun qildik? Alloh uchun. Mushu markaz nuqtamizni faqat va faqat Alloh qilish lozim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Meningki namozim, ro'zam, qurbonliqim, hayotliqim, mamatim hammasi Alloh uchun. Inson uchun bir ish qilmadim men. Ruhiy tushkunlik mutlo bo'lgan odam boshqalarning gapidan qo'rqadigan bo'lib qoldi-chu. Hatto boshqalarning gapidan qo'rqib bir ish qilmaydigan bo'lib qoladi. U unda qilarmikin? Ya'ni boshqalarning ko'zi qaraydigan bo'lib qoladi. Biz oxirat markaziga kelsak, bizning qilgan ishimizning oxiratga foydasi bormi? Alloh rozi bo'lamdi. Xalq bilan parvoyimiz birik. Qilaveramiz uni, davrimiz. Demak, o'zimizning shu tanishligini, ixloslik tanishligimizni faqat va faqat Alloh roziligi, oxirat mushunga tanishsak, ruhiy tushkunlikdan osonlam qutula olamiz. Nima uchun xalqni xapolaymiz? Nima uchun undan xapolaymiz? Nima uchun bundan xapolaymiz? Biz unda biz faqat Allohni deb qilgan bo'lsak, Allohni deb qilgandan keyin undan xapolmaymiz. Faqat Allohdan kutamiz. İnsandan bir narsa kutmaymiz, faqat Allohdan kutamiz. Ya'ni ixlosni ruslash, shundaqla oxirat markazida yashash. Undan boshqa shu biz yuqorida o'tganimizdek ruhiy tushkunlashgan odam, ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan odam jamoatchilikdan qochadigan bo'lib qoladi. To'yga bormaydi masalan. Odam yig'ilga bormaydi, odam tunishlar uchrab qolamdiki deb tunishlar yo'q, yo'ldan mangadi masalan. Bu eng chong bir alomati. Buni hal qilishning eng muhim chorasi nima desam, shu 5 vaqt namozni masjid jamoat bilan o'qish. Jamoatchilikdan o'zini qochirgan sira texmi yomonlashib ketadi bu. Dal aksicha harakat qilish lozim. Dal aksicha. Ya'ni 5 vaqt namozni masjidga chiqib o'qisa, ruhiy uning tug'an sira yaxshilanadi. Boshqalarning uchishisi, kamisin uchish lozim. To'ylarga cho'qim bag'us kamisin berish lozim. Buning qarta bir xil tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Ya'ni 5 vaqt namoz o'qisak ham savob qilishimiz, ham ruhiy tushkunlikdan qutulamiz. Ondan başqa biz tefekkürümüzni to'g'rishimiz lozim. Ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan vaqtimizda biz yuqorida o'tganimizdek har bir narsaga salbiy qaraymiz hamda. Ijobiy bir narsani ko'rmaymiz. Masalan, ma stakanda yarim stakan suv bor hozir. Ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan odam qanday qaraydi bunga? Yarim stakan qapti deydi. Ammo biz buni tefekkürni o'zgartiramiz. Qanday o'zgartiramiz? Yarim stakan suvsin bakan. Shunday ay ishkil bo'ldi ekan. Ijobiy qarashni o'rganishimiz lozim. Tefekkürimizni o'zgartirishimiz lozim. Chunki ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan odam butun dunyo qora ko'radi dedik ya. Hem de bütün dünyanın hemmini biz akıb yapılamayız. Qanday qilamiz? Taqıgan küzeynikimizni akıb yeyimiz. Ne qarasak, ak qarashni o'rganamiz. Biz tefekkürimizni o'zgartirgan vaqtimizda har bir narsaning ijobiy tarafiga qarashni o'rganamiz. Va shundaqla ishlarga hissiyotli tarafdan, aqliy tarafdan qarashni o'rganamiz. Hissiyot markazida yashamaymiz. Shunga tefekkürimizni o'zgartirish bek muhim. Hayotda nurg'ulg'an eski insonlar bor, lekin nurg'ulg'an yaxshi insonlar bor. Nurg'ulg'an axloqi nachar insonlar bor. Ammo nurg'ulg'an axloq yaxshi insonlar bor. Bizning qilayotgan xizmatimiz ba'zi odamga ta'sir qilmagan, nurg'un odamga ta'sir qiladiq. Ya'ni qilgan ishimizdimi uning ijobiy tarafini ko'proq ko'rish, ko'proq shu ijobiy tarafiga markazlashish lozim. Undan boshqa shu ichidagi datlarni to'kishmi ruhiy tushkunlikdan qutulishga sabab bo'ladi. Ko'p hollarda buni ayol iriga to'ksa bo'ladi. Datlasa, ichidagi ochiqni chiqarsa bir xil yengillab qoladi. Masalan, psixologlar asosan tinglab turib hal qildik masalani. Ammo bu ruhiy tushkunlik mutlaq bo'lgan odam ko'p hollarda kishi ichine tökmaymiz biz. Buni bir xil ojizlik shaklida qabul qilamiz. Amaliyotda ayolimizga to'ksak, boshqa odamga to'kanmasakmi, bir xil yengillab qolamiz, yukni yengillaymiz, ruhiy tushkunlikdan qutulishga buniki ajoyib foydalari bor. Undan boshqa qanoat qilish. Bu bek muhim bir masala, ruhiy tushkunlik masalasida. Ko'p hollarda bizning ruhiy tushkunlik mutlaqligiga ishmish qanoatsizlik. Navbatki turmushimizdan rozi bo'lmaslik, hayotimizdan rozi bo'lmaslik, qaqshash, mushu masalalarmi bek ig'ir masala. Endi putqulimiz saqmi, Alloh taolo shunchalik turmush berdimi? Bizdan nachar turmush yashaganlar bor. Ahvoli bizdan nacharlar bor. Bular qarash lozim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni uning qarashga buyurdi masalan. Unduru ila man asfala minkum. Sizlar o'zinglardan tuyan kishi qaranglar deydi. Ustunlardan yuqori qaramanglar deydi. Yuqori qarasak nima bo'ldi? Ro'y tushkunlik mutlaq bo'lamiz. O'zimizning turmushga qanoat his qilmaymiz. Xo'sh. Undan boshqa shu taqdir masalasi, ya'ni taqdirga rozi bo'lish masalasi bizni ruhiy tushkunlikdan qutulishga
nihoyatda cho'ng yordamchi bo'ladi. Taqdir deydigan bir narsa bor. Dunyodagi har qanday bir ish Allohninki taqdiri bilan bo'ladi. Masalan biz hozir vatandan aloqamiz uzilib ketdi, ota-onalarimizdan ayrildik, urug' tuqqanlarimizdan ayrildik. Buningda Allohning bir taqdiri bor. Buningda biz insonningki bizning irodamizning sirtidagi bir ish. Endi buning qarta biz o'zimizni tugashtirsak bo'lmaydi. Bu taqdirga rozi bo'lishimiz kerak. Rozi bo'lish kerak degan gap shunday yashan degan gap emas. Navbatdagi bu xil ochiqni qabul qilib, buning qarta üstümüz kelgan majburiyatlarni ado qilishni tirish degan gap. Ya'ni taqdir deydigan bir narsa bu insonning qudratining ustida. Biz uni o'zgartirmaymiz, uningga rozi bo'lishimiz kerak. Endi uni o'zgartirmaymiz degan gap, ya'ni shu uni o'zgartirish uchun harakat qilmoq degan gap emas. Harakat qilamiz, ammo o'zgartirmasak, qo'limizdan kelgancha harakat qilib o'zgartirmasak, u yana taqdir. O'zimizni qattiq bek urvasak, shunday ishlarda yana ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ldik. Ondan başqa shu mashg'ul bo'lish bek muhim. Ma ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lgan insonlarda yuqorida o'tganimizdek, g'ururlik, ish qo'shaqmaslik, atdeganda o'rnidan qo'pqisi kelmaslik, mahil holat bo'ldi shu. Hamda mayli o'zimni bir qo'yib beray deb qo'yib berayversa, bu davomlashaveradi bu. Hamda uning qarshi bir tirishchilik ko'rsatish lozim. Atdeganda qo'pqisi kelmasa, yana qo'pashni tirish lozim masalan. Kunini imkon qadar to'shqizish lozim. Ishlarni majburiy o'rinlashtirib, mashg'ul bo'lsa, bu ruhiy tushkunlikdan qutulishda xeyli zo'r buningga foydasi bor. Ondan başqa chiniqishning ait ko'p foydasi bor. Tanarkaniki buni psixologlar bek tavsiya qiladi. Atdeganda bo'lib menga pasa, bu menga serotonin hormonini ishlab chiqaradi ekan. Bu insonningki biz yuqorida o'tganimizdek ruhiy tushkunlikdan qutulishga ait foydasi bor, chunki bu xushallik hormoni insonga ko'ngilni xushal qiladigan. Hamda yuqoridagi xususan hamda men sinagan shundaqlar o'zim beshimni o'tkazgan shu ruhiy tushkunlik davrimni shu davrdan qutulishda o'zim amaliy natijasini ko'rgan usullarni. Hamda yuqorida o'tganimizdek bu ruhiy tushkunlik masalasi bir kasallik. Yenik va ig'risi va agar o'zida yenik bu xil alomatlarni ko'rganlar bu xil shaklda o'zini o'zgartirishga masalan biz yuqorida o'tganimizdek jamoatchilik bilan ko'p uchrashish, atdeganda mengish masalan, dardini to'kish, duo qilish masalan, Allohga duo qilish, yuqorida bizda o'tgan duolarni qilish orqali bu xil usullarni qo'llanib chiqishga tirishsa bo'ladi. Ammo ig'irlashgan bo'lsa, hayotdan zirkib shu o'lim xohish kelib qolgan bo'lsa, xiyoliga darhol psixologlarga ko'rinish lozim. Chunki buni amaliyotda shu yeydigan dorisi ekan. Men dediki, shu serotonin hormonini ko'plab ishlab chiqarishga foydasi bo'ladigan. Buningki o'simlik dorilarini bor ekan masalan. Buni doktor beradi ekan, o'zi chaqlab yesa olmaydi ekan. Bu dorilarni yeb bu kasallikdan qutulish lozim. Chunki ruhiy kasallik unda oddiy masala emas. Bu insonning hayotiga, turmushiga, xizmatiga, o'qishiga hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi insonning oxiratiga ta'sir ko'rsatadi. Ruhiy tushkun odam deydiku, hatto gunoh qilg'isi kelib ketadi. Ruhiy tushkun odam harom bo'lsin qilg'isi kelib ketadi. O'zi bu yomon ko'radigan ishlarni qilg'isi kelib ketadi. Shu ishlar bilan chiqib, o'zini bu ruhiy tushkunligini bir xil bostirmoqchi bo'ladi. Namoz qo'shaqmaydi. Bu xil ahvollarda inson hamma hayotini ham oxiratini berbat qilib ahvolga kelib chiqadi.